Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmart o'z platformasiga xush kelibsiz. Bu platformada siz robototexnika va dasturlashni mukammal o'rganishingiz mumkin. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursining bugun 7-darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz dasturlashda juda ham muhim tushuncha bo'lgan bog'langan ro'yxatlar, ya'ni linked list haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Linked list nima? Linked list bu o'zaro bog'langan ro'yxat turi hisoblanadi. Ya'ni bu ro'yxat turi ketma-ketligi xotiradagi joylashuvga bog'liq bo'lmagan chiziqli ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Ya'ni bu yerda linked listda xotirada ketma-ket joylashish sharti massivdagida yo'qoladi. Ya'ni massivda o'tgan darsimizda aytib o'tganimdek, bu yerda elementlar xotirada ketma-ket joylashgan ro'yxat turi edi. Linked list esa bu xotirada ketma-ket joylashmagan, ya'ni xaotik joylashgan chiziqli ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Ro'yxatning har bir elementi keyingi elementiga ko'rsatkich orqali ishora qiladi. Ma'lumotlar tuzilmasida linked listni bir-biriga bog'langan tugunlar ko'rinishida tasavvur qilsak bo'ladi. Ya'ni har bir tugun o'z qiymatidan tashqari keyingi tugunning adresini ham, ya'ni xotira adresini ko'rsatkich orqali saqlab turadi. Mana bu ko'rib turganingiz, masalan, A tugun o'z qiymati datasidan tashqari keyingi B qiymatga ko'rsatkich ham saqlaydi, ya'ni xotira adresini ham saqlaydi. Xuddi shunday B o'z qiymatidan tashqari keyingi C qiymatga ko'rsatkich, ya'ni xotira adresini saqlaydi. Xuddi shunday C va D, E elementlar ham o'z qiymatidan tashqari keyingi elementlarning xotira adresini saqlaydi va natijada bular linked list, ya'ni bog'langan ro'yxat bo'la oladi. Bog'langan ro'yxatni tasavvur qilishingiz uchun array bilan ikkalasini solishtiramiz va bunda siz yaxshiroq tushunib olasiz. Ya'ni array massivda o'tgan darsda tushuntirganimdek, bu yerda elementlar o'zaro xotirada yonma-yon joylashgan bo'ladi va ular statik ro'yxat turi hisoblanadi. Ya'ni oldindan arrayning o'lchami aniq bo'ladi dastur kodimizda. Linked listda esa bu jarayon, ya'ni yonma-yon joylashish sharti yo'qoladi. Ya'ni bu jarayonda A element o'z qiymatidan tashqari qaysidir xotira adresida joylashgan B element qiymatiga ko'rsatkich imkoniyati ham bor. Xuddi shunday B element o'z qiymatidan tashqari keyingi element, ya'ni xotiraning qaysidir qismida joylashgan C elementga ko'rsatkich saqlaydi. Xuddi shunday C D ga ko'rsatkich saqlaydi, o'z qiymati va ko'rsatkichini saqlaydi. D E ga, E esa F ga va natijada bu bog'langan ro'yxat linked list bo'ladi. Bu yerda linked listni o'qish uchun, ya'ni arrayda biror bir qiymatni o'qishda biz algoritm samaradorligi, ya'ni bitta amal orqali natijaga erishamiz. Ya'ni arrayda elementlarni o'qish juda oson. Nima uchun? Chunki bu yerda indekslangan bo'ladi ma'lumotlarimiz. Ya'ni arrayni birinchi qiymati desak agar, darhol bizga B ni chiqarib beradi. Va o'qish ya'ni bitta amal bilan arrayda bajarilsa, bunda linked listda n amal bajarish orqali o'qiladi. Ya'ni bizda birinchi element ko'rsatkichi orqali ikkinchi, toki topilguncha yana 3 ga va hokazo. Umuman linked listda n ta element bo'lsa, uni qidirib o'qishimiz uchun n ta amal bajarishimizga to'g'ri keladi. Element qo'shish arrayda ancha murakkab. Ya'ni biz qaysidir A, B, C dan keyin qaysidir o'rtada bitta element qo'shishimiz uchun har bir elementlar bilan amallar bajarishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni element qo'shish arrayda n ta amal talab qiladi. Linked listda esa element qo'shish juda ham oson. Masalan, D dan keyin biror bir K elementni qo'shmoqchi bo'lsam agar, shunchaki D ni ko'rsatkichini K ga yo'naltirsam yetarli va bu jarayonda men bitta amal bajarib natijaga erishaman. Va elementlarni o'chirish ham xuddi shu tartibda. Arrayda elementlarni o'chirish uchun n ta amal bajarilsa, linked listda bitta amal bajariladi. Ya'ni shunchaki ko'rsatkichlar, masalan D ni o'chirmoqchi bo'lsam, C ni ko'rsatkichini Y ga bog'lab qo'ysam yetarli va bu jarayonda bitta amal bajariladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, linked list strukturasida algoritm samaradorligi o'qish uchun n ga teng, element qo'shish uchun 1 ga teng, elementni o'chirish uchun ham 1 ga teng. Va bu linked list xaotik joylashgan elementlarni o'zaro bog'lash, element qo'shish va o'chirish uchun juda ham muhim struktura ekanligini isbotlaydi. Agar ro'yxat elementlari ko'rsatkichlar orqali bog'langan bo'lsa, bu holda demak bunday struktura bog'langan ro'yxat deyilar ekan.
Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bog'langan ro'yxatlarning har bir elementi ikki xil maydonga ega struktura hisoblanadi. Ma'lumot maydonida ro'yxat element ma'lumotlaridan tashqari ko'rsatkich maydoni ham mavjud. Mazkur maydonda element bilan bog'langan strukturaning boshqa element manzili saqlangan bo'lar ekan. Endi bir bog'lamli va ko'p bog'lamli linked listlar haqida gapiramiz. Bir bog'lamli bog'langan ro'yxat bu yagona bog'langan ro'yxat hisoblanadi. Ya'ni bu bog'langan ro'yxatning maxsus turi bo'lib, unda har bir tugun bog'langan ro'yxatning keyingi tuguniga ishora qiluvchi faqat bitta havolaga ega bo'ladi va bu bir bog'lamli ro'yxatga misol bo'la oladi. Mana bu ko'rib turganingiz bir bog'lamli ro'yxat turi. Ya'ni bu yerda har bir element o'z qiymatidan tashqari keyingi elementga ko'rsatkich, ya'ni xotira adresi qiymatini o'zida saqlab turadi. Endi ikki bog'lamli ro'yxatda esa o'z qiymatidan tashqari, undan tashqari yana ko'p yo'nalishli ishoralarni, ya'ni yo'nalishli ko'rsatkichlarni o'zida saqlaydi. Masalan, mana ikki bog'lamli ro'yxatni ko'rib turibsiz. U o'z qiymatidan tashqari oldingi va keyingi elementga murojaatni o'zida saqlab turibdi. Ya'ni prev oldingi element ko'rsatkichi bo'lsa, next keyingi elementga ko'rsatkich vazifasini bajaryapti. Va bu jarayon ikki bog'lamli ro'yxat bo'la oladi. Mana bu halqasimon bog'langan ro'yxat. E'tibor bersangiz agar, bunda oxirgi element birinchi elementga ko'rsatkich qiymatini saqlayapti va natijada bu yerda halqasimon bog'langan ro'yxat hosil bo'lyapti. Ana endi ro'yxat turlarini dastur kodida qanday ifodalashni ko'rib chiqamiz. Bog'langan ro'yxatlar dinamik xotirani taqsimlashda, stek va navbat strukturalarida, amaliy dasturlarda atmena funksiyasini yaratishda yoki hash jadval grafik strukturalarida ham keng qo'llaniladi. C++ da bog'langan ro'yxat quyidagicha e'lon qilinadi. Ya'ni struct node bu tugun umuman xalqaro dasturlash kodlarida node tugun ko'rinishida beriladi. Biz o'zbekcha tugun so'zidan voz kechib xalqaro nom nodni ishlatsak dastur kodi tushunarliroq chiqadi. Demak, struct ya'ni struktura nodni tugunni yaratyapmiz. Demak, data degan o'zgaruvchi bu tugunning tarkibiga kiradi. Qabul qiladigan qiymatlar tipi butun va keyingisi next degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. U nodga ko'rsatkich tipda yaratilyapti. Ana endi strukturani yaratib bo'ldik. Endi int mainda uni birinchi qiymatini yaratyapmiz. Birinchi qiymati hid, ya'ni asosiy boshlang'ich bosh tugun ma'nosida yaratilyapti va uni boshlang'ich qiymati null, ya'ni ro'yxat boshi ko'rsatkichi sifatida yaratilyapti.